Assalomu alaykum Rashidjon aka, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Xudoga shukr, rahmat. Bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Yo'q, telefon bo'lgan ekan, shunga qaytib chiqardim. Telefonim uyda, o'zim hovlida edim. Avvalambor bugungi qarshi olgan yoshingiz Allohimizga suyukli banda, Rasulimizga chin ummat bo'lgan shukronalik, shodiyona ayyom, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat, bayram o'zlaringizga muborak bo'lsin. Rahmat, tashakkur. Allohim inom etgan har bir kuningiz fayz va barokatlarga to'la bo'lsin. Kaftingizni ochib so'ragan barcha ezgu niyatlaringiz, go'zal istaklaringizga Yaratgan Robbim sizni yetkazsin ilohim. Amin, hammamiz yetkazsin. Ayni damda tabriklar va qutlovlar loyihasi kutilmagan qo'ng'iroqlar dasturi orqali siz bilan muloqotda bo'lib turibmiz. Aynan bugun yaqin insonlaringizdan biri sizga atalgan chiroyli tabriknomalarni siz uchun bizni loyihamizga yo'llab qolgan ekanlar. Nima deb o'ylaysiz? Qay bir yaqin insoningiz mana shunday samimiy tilaklarni yo'llagan bo'lishlari mumkin? Bilmadim. Sizni yaxshi ko'rguvchi, ardoqlaguvchi, hurmat qilguvchi, bilasizmi dadajonim, juda ham yaxshi insonlar, ularni juda ham yaxshi ko'raman. Hayotda ko'p qiyinchiliklarni ko'rdik, ammo halol va pok yo'lni ko'rsatganlar. Dadajonimdek inson dunyoda yagona. Ilohim baxtimizga hamisha sog' va salomat bo'lsinlar, umrlari uzun bo'lsin deya ta'kidlaguvchi farzand ne'matingiz Ziyodaxon nomlaridan chiroyli tabriknomalar yetib kelibdi. Umridan baraka topsin qizim. Ularga qo'shimcha tarzda turmush o'rtog'ingiz Go'zalxon opa, o'g'lingiz Arturjon, qizingiz Sitoraxon, kelin qizingiz Shahrizodaxon va barcha yaqin insonlaringiz nomlaridan qabul aylaysiz. Rahmat, hammasi baraka topsin, umridan vaqtli, omadli hayot kechirsin. Xayrli umr ko'rsin. Aytganingiz kelsin ilohim. Rahmat. Agar ijozat bersangiz, ularning samimiy chiroyli tilaklarini sizga o'qib eshittirib beraman, maylimi? O'qing, mayli. Rahmat, tashakkur. Assalomu alaykum qadrbaland qadrdonimiz, qadrli insonimiz. Xonadonimiz ustuni, chirog'i bo'lgan, hamisha bizni qo'llaguvchi, doimo yonimizda turguvchi aziz va mehribonimiz dadajonimiz. Sizni bugungi tavallud topgan shukronalik ayyom tug'ilgan kuningiz bilan chin ko'ngildan samimiy muborakbod etamiz. Sizga yaratgan Robbim Rahmonimdan dunyodagi eng chiroyli, eng ezgu tilaklarni tilab qolamiz. Ilohim umri joningiz uzun, tanu joningiz sog' va salomat bo'lsin. Allohim inom etgan har bir kuningiz fayz va barokatlarga to'la bo'lsin. Fayzli kunlaringizni safi bundan-da ko'p, bundan-da ziyoda bo'lsin. Sizni borligingiz biz farzandlaringiz uchun katta baxtdir. Negaki siz bizlar uchun har narsaga tayyor tura olgan, hatto jonini da berishga tayyor bo'lgan, oqibati butun bo'lgan mehribon insonimiz, dadajonimizsiz. Garchi buni har doim ham ayta olmagan bo'lsam-da, sizdek otamiz borligidan, sizning farzandlaringiz ekanligimizdan hamisha faxrlanamiz. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Allohimdan doimo mana shunday baxtli kunlarni taqdim aylashini, yuzingizdan hech qachon kulgu tabassum arimasligini, nimaiki go'zal niyatlaringiz bo'lsa, Allohim barchasiga yetkazishini tilab qolamiz. Ilohim yaqinlarimiz bilan haj, umra safarlariga bormoqlikni, Baytullohni tavof aylab, Makka va Madinani ziyorat qilmoqlikni da Yaratganim nasibi ro'za aylasin. Inshaalloh 90-100 yoshlarda ham onajonim ikkingiz davralar to'rida bizlarni duolar qilib hammamizga bosh bo'lib yuringlar deymiz. Bizlarga bergan tarbiyangiz, barcha zahmatlaringiz haqqiga Allohim sizni ikki dunyo saodati bilan siylasin. Ayyomingiz yana bir bora muborak bo'lsin. Rahmat, umringizdan baraka toping, sizdan baxtli, saodatli, xayrli umr ko'ring. Rahmat, 4 misra she'rlari ham bor ekan. Dardni dard deb bilmagan otam, qaddi sira sinmagan otam, farzandlarin iqboli uchun mehnat qilib tinmagan otam. Bolam, chaqam, qizlarim degan, ortda qolar izlarim degan, umrim tilab duolar qilgan, mehnat qilib tinmagan otam. Ayb ish qilib qilmas hech xato, nuqsonlarim bilmas muammo. Yarim tunda uxlamay hatto mehnat qilib tinmagan otam. Izi nurli ajinlar serob, har ajniga asli men sabab. Biror marta bir lahza to'xtab mehnat qilib tinmagan otam deya mana shunday chiroyli samimiy tilaklarni yo'llab qolgan ekanlar. Yashasin, hammasi umridan baraka topsin, baxtli, xayrli umr ko'rsin. Ilohim Rahmat sizga ham. Xursand bo'ldingizmi? Ko'nglingiz ko'tarildimi tabriknoma? Juda
juda xursand bo'ldim. Rahmat, hammalaringizga rahmat. Biz ham mana shunday samimiy tilaklarga qo'shilib qolamiz. Ilohim yuzlardan oshib minglar bilan yuzlashib yuring deymiz. Eng asosiysi hamisha mana shunday yaqin insonlaringiz farzandlar ardog'ida bo'lib yurmoqlikdan aslo charchamang. Ayyomlar yana bir bora muborak bo'lsin. Umringizdan baraka. Katta rahmat. Xudo sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Xudo rahmat. Farzandlarni baxtsiz dada, hayotimiz naqshsiz dada. Dunyoda ko'p yaxshi odamlar, siz hammadan yaxshisiz dada. Farzandlarni baxtsiz dada, hayotimiz naqshsiz dada. Dunyoda ko'p yaxshi odamlar, siz hammadan yaxshisiz dada. Bolalik chog'imdan asrab erkalab, goho onamdayin sochlarim tarab, gohida opichlab ko'nglimga qarab, siz hammadan yaxshisiz dada. Siz meni bog'imsiz, suyangan tog'im, to'g'ri yo'l ko'rsatib adashgan chog'im. Bolam deysiz meni, deysiz oppog'im, siz hammadan yaxshisiz dada. Siz hammadan yaxshisiz dada. Dardim tinglab topasiz chora, kecha kunduz bo'lib ovora. Men aytaman yana ming bora, siz hammadan yaxshisiz dada. Farzandlarni baxtsiz dada, hayotimiz naqshsiz dada. Dunyoda ko'p yaxshi odamlar, siz hammadan yaxshisiz dada. Ketgim kelmaydi hech quchog'ingizdan, baxtga to'la mehr o'chog'ingizdan. Siz azim daraxtsiz, yaprog'ingizman, siz hammadan yaxshisiz dada. Siz hammadan yaxshisiz dada. Mehringiz berdingiz bizga munosib, ota bo'lib o'g'il qizga munosib. Farzand bo'lay deyman sizga munosib, siz hammadan yaxshisiz dada. Siz hammadan yaxshisiz dada. Farzandlarni baxtsiz dada, hayotimiz naqshsiz dada. Dunyoda ko'p yaxshi odamlar, siz hammadan yaxshisiz dada. Farzandlarni baxtsiz dada, hayotimiz naqshsiz dada. Dunyoda ko'p yaxshi odamlar, siz hammadan yaxshisiz dada. Dunyoda ko'p yaxshi odamlar, siz hammadan yaxshisiz dada.